26-yil 28-fevral. Qayta ustanovka jarayonidamiz biz. Yana bir joyda. Bu yerda ilgari ustanovka qilingan, biz yechib olib qayta ustanovka qildik. Mana hozir bitta 7,5 kW 2 diametrdagi biz yangi ustanovka qilgan joyimiz. Hozir nariga ishlayotib turganini, eski ustanovka qilinganini suv chiqish holatini ko'rsataman. Suv chiqish holati. Mana keyingisini suv chiqish holati mana. Bu ham ishlayapti. Xo'p, bu yerda 4 ta 7,5 kW 200 diametrli turban ustanovka qilingan bo'lgan ilgari. Biz 3 tasini yechib oldik, qayta ustanovka qildik. Kompaya turgan narigisi u ilgari holati, biz pastdagisini yangi ustanovka qildik. Atoplarni chiroq keltirgan holatda. Ikkalasi ishlayapti. Ko'rsatish ustanovka qilishdan maqsad ko'p rasxodini kamaytirish, suv hajmini ko'paytirish. Mana bu yerda endi ko'p rasxodini ko'ramiz mana bu yerda. Xo'p, eski ustanovka qilingan 7,5 kW ko'p rasxodda. Mana 0. Mana shundan cho'laveradi. 22 7 11,5 kW. 11,5 kW ga to'g'ri keladi. 7,5 kW li nasos rasxodi. Endi keyingi 7,5 kW li nasos rasxodini biz ustanovka qilganini ko'p rasxodini ko'ramiz. 16 7,5 ta. Tashti 7,5 ga to'g'ri keladi. Endi farqini solishtirib ko'ramiz. Ustanovka qilishga bog'liq to'g'ri rasxodini kamaytirish, suv hajmini ko'paytirish ham ustanovka qilishga bog'liq. Piskatlar chatarganda shuni ham bildiryapti. Piskatlar nosoz. Adirgada bostiribdi. Shitlarda yangi o'rnatamiz shitlarda. Bular o'zlari ustanovka qilib, o'zlari to'k sohasida yig'ib olishgan bo'ldi. Chiroyli qilib o'rnatadigan bo'lsalar, to'kdan yutishlar. Biroq yomonlashmas, endi mashina o'rnataman, chiroyli qilib. Chiroyli qilib o'rnatsalar, ham ko'p chiqadi, ham to'kdan yutadi. Suvda, to'kda sizlarga plyus bo'ladi. 26-yil 28-fevral. Qayta ustanovka jarayonidamiz biz. Yana bir joyda. Bu yerda ilgari ustanovka qilingan, biz yechib olib qayta ustanovka qildik. Mana hozir bitta 7,5 kW 2 diametrdagi biz yangi ustanovka qilgan joyimiz. Hozir nariga ishlayotib turganini, eski ustanovka qilinganini suv chiqish holatini ko'rsataman. Bu suv chiqish holati. Mana keyingisini suv chiqish holati mana. Bu ham ishlayapti. Xo'p, bu yerda 4 ta 7,5